charchadim. Bugun birinchi marta 31 yoshga to'lgan o'g'lim menga bilasizlarmi nima dedi? Opa, yig'ishtiring, qo'lingizda latta tushmaydi, yig'ishtiravurasiz, jonga tegdi. Baqirib ketdi. Yig'ishtirganingizdan kelgan kalorirlaringiz ham qochib ketyapti hammacha. Gapirimni. Voy boshqa ish qiling. Voy, короче, слишком ozoda bo'lish erkak kishiga yoqmas ekan. Bugun o'g'lim menga shunaqa baqirdi. Xo'p, qilmayman dedim. Qilmasam, mana bunaqa bardak ko'ryapsizlar, bu bardakka kim to'g'rilaydi, nima qilish kerak? Qilmaydi, mayli o'ylavermang dedi. O'ylavermang, qilavermang dedi Shahroza. Ko'p o'ylaverasiz faqat dedi. Bo'ldi, men o'zimga o'zim so'z berdim. Mashg'ulotlarni, uborka qilib bo'lganimdan keyin boshqa qilmayman, bo'ldi. O'zim uchun yashayman.